Nihoyat kelding. Bobo. Bu kimning ishi? Mo'g'ullarmi? Uni Tug'luxonning o'zi tayinlagan edi. O'lpon to'lab turgan odamni nega o'ldirsin? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Barloslar xanjarimi? Bu sizning ishingizmi? Yo'q, meni ishim emas. Axir u qo'g'irchoq edi. Mo'g'ullarning gumashtasi. Buni bizning urug' qilgandek qilib ko'rsatishibdi. Bizning qavmimiz. Men askarlarim bilan Xurosonga akangni oldiga boraman. Uni yangi amir bo'lishga tayyorlaymiz. Sen esa bu ishni qilgan odamni top. Topolmasam nima qilasan, jiyan? Hammaga xabar qiling. Amir o'ldi. Balki u taxtga ko'z tikkanlardan biridir. Husayn bilan yetib kelgunimizcha unga ko'z quloq bo'l. Agar kutishmasa, urush Samarqandga keladi. Tug'luxon keladi. Temur, qachon seni davring keladi? Kayxusrav, yana boshlama. Qazaxon o'ldi! Qazaxon o'ldi! Qazaxon o'ldi! O'ldi! Amir o'ldi! Biz yo'qligimizda Samarqand haqidagi qo'rquvlarimiz haqiqatga aylandi. Kayxusrav